sizlarga men bola nima sababdan nobud bo'ladi? Sababi nima degan mavzuni yoritib bermoqchiman. Demak, bola asosan 6 ta sabab tufayli nobud bo'ladi. Buni men mana ishlab ham chiqqanman. Ilmiy ishim asosida men 5 yil buni izlandik, qildik va mana shu bitta varog'ga yig'gunimizcha qancha taqdirlar o'tdi, qancha vaqt o'tdi, qancha tekshirishlar o'tdi. Shu bu yakunni berishim uchun uni aytishni o'zi bir katta narsa. Demak, bola nobud bo'lishi birinchi o'rinda 90% hamma biladi buni. Ya'ni infeksiyadan nobud bo'ladi. Infeksiya nimadan? Asosan nimani? Chunki infeksiya deganda 90% biladi, lekin 90% xato qiladi. Xato nimada? 90% qonda immunoglobulin G ko'radi. G ko'ryapsizlarmi? Men har doim aytaman, juda ham ko'p kishi infeksiyadan nobud bo'lishini biladi-yu, xatoni ham ko'p kishi qiladi. Demak, infeksiya 2 xil tekshiriladi. Qonda, qinda, ayolning qinida. Chunki mana shu ikkita infeksiya bolani nobud bo'lishiga olib keladi. Ya'ni onani qornida paydo bo'lgan bola, onani qornida paydo bo'ldimi? Demak, u onani qoni bilan oziqlanadi. Demak, agar onani qonida infeksiya bo'lsa, albatta bu bolaga ta'sir qiladi. O'sha uchun onaning qonida infeksiya, torch infeksiya M forma ko'riladi. Qinda esa 6 ta eriga mansub, 6 ta o'ziga mansub, 12 ta infeksiya qinda PCR usulida ko'riladi. Va bu ikkalasining majmuasidan bola infeksiyadan nobud bo'ldimi, yo'qmi degan savolga javob ola olasiz. Demak, qonda M forma tekshiramiz, 90% negadir bizda vrachlar G foizini beradi. G bu nima? Umri davomida bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Ya'ni bu infeksiya bilan oldin yuz ko'rishgan degani. Bu degani hozir davola degani emas. Torch infeksiyaning M forma hozir davola degani. Tushundingiz? O'sha uchun ham infeksiyadan nobud, bu birinchisi infeksiyadan nobud bo'ladi. Infeksiyani bilishimiz uchun ayol kishining qonini tekshiriladi va ayol kishining qini tekshiriladi. Qinda 6 ta ayolniki, 6 ta erkakni infeksiyasi PCR usulida tekshiriladi. Ikkinchida yana nimadan? Gormonlardan. Qaysi gormondan? Ayollarda erkaklik gormoni oshib ketsa, o'g'il turmaydi deyman. Testosteronni ko'rish kerak. Agar testosteron svobodni baland bo'lsa, xo'sh, bunda erkaklik gormoni 2 xil o'zi bo'ladi. Tug'ma bo'ladi, orttirilgan. Xo'sh, bu qizimda tug'ma balandmi yoki keyinchalik orttirilgan? Orttirilgan degan nima? Fast foodlar, lavash, erkak tipida ovqatlanish, kolalar, hali yarim tayyor ovqatlar, erkak tipida ovqatlanish boshlangandan keyin qarabsizki, ayollarda orttirilgan erkaklik gormoni oshishi bo'ladi. Ya'ni erkaklik gormoni baland bo'lsa, o'g'il turmaydi deyman. Mana bu narsani tekshirish kerak. Yana qaysi gormonlar? Progesteron. Bola ushlaydigan gormon kam bo'lsa ham bola nobud bo'ladi, ushlab qola olmaydi. Bu progesteron. Bu hayzni 16-kunidan keyin to hayzni 1-kunigacha ko'rib olish kerak bo'ladi. Keyin yana nimadan? Buqoq gormoni. Ayolda ham, erkakda ham buqog'ida muammo bo'lsa, xo'sh, qanaqa muammo? Masalan, ayolni yo erkakni tomog'i ko'p og'risa, buqoqda ketdi muammo bo'ladi. Va u gormonigacha o'tsa, gormonlar yaxshi bo'lmasa, urug', tuxum kelishi. Men har doim aytaman, bola paydo bo'lishi uchun bizga tuxum kerak. Mana ana shuni ko'rsatib bermoqchiman. Ayollarda bu tuxum tepada bo'ladi. Mana har hayzi 14-16 kun bonqitib yoriladi. Yorilganda ichidan tuxum sarig'idek narsa tushadi. Xuddi shu tuxum erkaklarda pastda bo'ladi. Mana bu pastdan chiqib kirdi. 14-16 kun follikula yorildi va bor. Agar ayolni buqog'ida muammo bo'lsa yoki
erkakni buqog'ida muammo bo'lsa, sifatsiz tuxum keladi. Ayoldan ham, erkakdan ham bo'lishi mumkin bo'ladi. O'sha uchun ayolni ham, erkakni ham buqog'i tekshiriladi va buqoq gormonlari ko'riladi. Qani ishdan chiqmadimi ekan deb. Ana bu gormonlardan bo'ladi. Yana nimadan? Uchinchi narsa bizada homilador ayolning qoni quyuqlashib ketishdan. Bu homilador bo'lguncha onani bitta tug'ma qon quyuqligi yo'qmi, ota-onasi nasliy kelayotgan bo'lishi mumkin-ku. Shuni ko'rib olinadi. Hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, homilador bo'lish bilan har kerak bo'lsa har hafta tekshiramiz. Biz unda AFS sindromlar, uni biz vrachlar sizga elakdan o'tkazib beramiz. Demak, chunki bola suyuq qonda nafas oladi. Bola suyuq qonda o'zgaradi. Bolada o'pka yo'q. O'sha uchun onaning qoni suyuq tursa, bola bag'a o'sib beraveradi. Bolani har doim aytaman, onani ikkita narsasiga qarash kerak. Feritiniga qarash kerak. Feritini baland bo'lishi kerak va qoni suyuq bo'lishi kerak. Mana shu ikkita narsasida bola chiroyli o'sib beraveradi. Infeksiya bo'lmasa, gormonlari yaxshi bo'lsa, bolang chiroyli o'saveradi. Lekin gormonlarda, buqoq gormonda muammo bo'ladigan bo'lsa, shuni orqaga qaytmoqchiman. Chala uriladi bola. Bola chala urilganda biz har doim deymiz, bo'lmadi bu. Bola shundan nobud bo'ldi deymiz. Ketdik. Keyingisi qon, demak, uchinchi narsa qon quyuqligidan. Qon quyuqligini homilador bo'lish bilan nazoratga olamiz, tekshirib ketaveramiz. Keyingisi rezus faktor. 2-chi, 3-chi, 4-chi bolada agar onaning qonini tekshirganimizda minus bo'ladigan bo'lsa, otaniki plus bo'ladigan bo'lsa, 2-chi, 3-chilarida bolada hali nesavmestimous bo'ladi. Uni oldini olish uchun gematolog bilan birga ishlaydi. Yana nimadan nobud bo'ladi? Bizada eng katta narsa, eng katta, mana sanab turaman mayda deyman, ya'ni erkaklarda yo buqog'ida muammo, yo qoni quyuq, mana bu urug' yaxshi chiqmaydi. Har bitta spermada kalla, bo'yin, dum qism bor. Kalla qismda yadro bor. Ana shu yadro zararlangan bo'lsa, yaxshi emas urug' chiqadi. Va biz spermogrammani tekshirganimizda kalla qismi pachaq deydi. Asosiy DNK o'sha yerda-ku. Xo'p, pachaq bo'lgandan keyin nima uchun e'tibor qilganmizlar? Nima uchun 3 ta ko'zli odam yo'q? Nima uchun bitta oyoqli odam yo'q? Sabab, chunki organizm shunaqa mo'jiza, shunaqa mukammal yaratib qo'yganki bizani. Chunki mana organizmda nosog'lom yoki odamga o'xshamagan bo'lsa, boshda yasayotganda mana 2 ta, 4 ta, 8 deydi. Ko'zi 3 ta bo'lib qoldi deydi. Delete. Nimaiki qilmang, bolani otvoradi. Sababi erkakning urug'ida erkakning qoni quyildi, erkakda shamollash bo'ldi, erkakda infeksiya bo'ldi, erkakda buqog'ida va undan yaxshi emas, nosog'lom urug' chiqdi. Nosog'lom urug'ning qayeri? Asosan spermani bosh qismi yomon chiqdi. Asosiy spermani bosh qismida DNK turadi. Aytasiz-ku, "Voh, meni bolam a?" deysiz-ku, sizda asosiy genetikayizni ushlaydigan asosiy spermani bosh qismi zararlandimi, u bola chala uriladi. Ya'ni aytganda yo bitta ko'zli, yo bitta oyoqli bo'ladi. O'sha uchun hurmatli erkaklar, har doim bola nobud bo'lganda ayolda ayb demanglar, birgalikda kelinglar-da va har doim men aytaman, mana bu katta qilib qo'yganman. Hali yana ekranda beraman, kalla, bo'yin, dum qismlari, kallada nima borliklar hammasini tekshiramiz. Klinikamga, men bu bilan ishlayverganim uchun klinikamga shunga moslashtirganman. Laboratoriya doktorlarim hamchi har kuni kalla, bo'yin, dum, spermani kalla, bo'yin, dumigacha faqat qarab, morfologiyasigacha qarab, uni biza davolashga kirishib ketganmiz. Chunki asosiy ilmiy ishimning zamirida ham shu bo'lgan. Nima sababdan nobud bo'ladi? Nima sababdan? Bilasizmi, ana shuni tekshirganlarimizda ko'pincha 80% chala urilganligidan, erkakdagi muammolardan kelib chiqadi. Buni gapira charchab, bong ura, oxiri videolar yasab xalqqa berdim. Ko'ringlar dedim. Periferiyadagi doktorlar bo'lsa malaka oshirishga kela olmasa, mana senga bitta malaka oshirish dedim. Chunki buni ustida ancha ter to'kildi. Sizlarga buni qirib, hali sochni qirib paparatka qilib qo'ydim, mana paparatka qilib qo'yganimiz o'zida keldi.
tushunyapsizmi? Mana shundan nobud bo'ladi. Va 6-inchisi, oxirgisi bu homila katta bo'ldi. 40 hafta bo'lib ketdi yoki 36 hafta. Bola 9 oylik bo'ldi. Kecha o'zingda ko'rdim. Bugun qarasam, yo'q, o'lib qoldi deydi. Nimadan bo'ladi? Agar ayolda pochkasida muammo bo'lsa, buyraklarda muammo bo'lsa, mana qara, bolaga tomirdan, kindigidan suv kelib turibdi-da, oziq modda kelib turibdi. Agar davleniya 1 soat oshiq tursa, 1 soat 160 dan baland bo'lsa, bo'ldi, havo kelmadimi? Bola o'lib beradi. O'sha uchun ayolni buyragida muammo bo'lsa ham nobud bo'ladi. O'sha uchun kimda bola nobud bo'lish desa, bitta infeksiya G formaga qarab davolanadimi, u joydan qoching yoki mana shu video qo'lingizga tushsa, o'sha joyga olib borib ko'rsating. Holbuki bu xatoni qilmanglar. Bola nobud bo'lishi 6 ta narsadan. Birinchisi infeksiya. Infeksiya qonda, qinda ko'riladi. Ikkinchisi gormonlarda. Gormonlar ayolda erkaklik gormoni balandmasmi, bola o'shida emasmi va buqoq gormonlari ko'riladi. Keyingisi qon quyuqligidan homilador bo'lish bilan tekshiramiz. Keyingisi bizda ketma-ketligini beryapman. Keyingisi erkaklarda qon quyilishidanmi, buqoqdan muammoni hisobdan chala bola urish bo'ladi. Va oxirgisi buyrakda muammo bo'lsa, davleniya oshib ketishi, qon bosimi ochishini hisobidan bola ichida nobud bo'ladi. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, yechim topolmayotgan bo'lsa, marhamat, klinikamizga murojaat qiling. Albatta, bir guruh vrachlar hammamiz bir bo'lib, man boshligimizga yordam beramiz.